Kanada parlamentinin Xalqaro kishilik huquq komiteti tekshirish orqali Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasining irqiy qirg'inchilik shakllantiradiganligini aniqlagan bo'lib, hukumatning Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishga tashabbus qilmoqda. Kanada Avam palatasi Xalqaro kishilik huquq tarmoq komitetining sobiq va hozirgi parlament a'zolari taratqularning o'zlarining Xitoy haqidagi tekshirish va harakatga o'tish chaqiriqlariga bo'lgan tonishini o'stirish uchun payshanba kuni axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yana bir tarafdan Kanada bosh ministri Justin Trudeau yana bir qatam Xitoyning majburlash diplomatiyasiga norozilik bildirdi. Trudeau 11 noyabr chorshanba kuni Xitoyning Huawei amaldori Meng Wanzhou delosida Kanadaga bisim qilganligini, lekin Kanadaning Xitoyning majburlash diplomatiyasiga bosh egmaydiganligini aytdi. 1933 yılı 11 ayının 12 günü Qashqarda e'lon qilingan Sharqi Turkiston Islom Cumhuriyetining 87 yilligi va 1944 yılı 11 ayının 12 günü G'uljida qurilgan Sharqi Turkiston Cumhuriyetining 76 yillik munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur akademiyasi va Uyg'ur harakati Anqarada bir yig'in o'tkazdi. Yig'inda 1933 yılı 11 ayının 12 günü ve 1944 yılı 11 ayının 12 günü qurilgan Sharqi Turkiston Cumhuriyetlarining qurilish musofasi, yemirilishining sababi ve 1949 yılı Kommunist Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilishi haqida bir bayonot e'lon qildi. Faoliyatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur harakati Qrim xabar agentligining Turkiya bosh muharriri Aydin Toshqa tashakkurnoma taqdim qilindi. Mazkur agentlikning Uyg'urlar va Sharqi Turkiston haqidagi xabarlari uchun rahmat etdi. Yana bir tarafdan Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbas, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Erkin Akram va Abdullakim Idris vakillar o'miki sifatida Turkiya Kelajak partiyasining ommaviy munosabatlar mas'uli Selçuk Ozdağ va tashqi munosabatlar direktori Umid Yordamni ziyorat qildi. Vakillar o'miki Xitoyning Sharqi Turkistonda sodir qilgan kishilik huquq dafsandichiligini ifodalash bilan bir vaqtda Yevropadagi Yahudi va Xristian jamoatlarining Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'layotganligini, lekin Turk islom dunyosining bu vaqtda sukut qilganligini o'ttir qo'ydi. Shundaqla Turk islom dunyosidan kutadigan umidlarini bildirdi. 12 noyabr Cumhuriyet Bayramı günüdə New Yorkdagi Birleşken Devletler Teşkilatı binası oldida Sharqi Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'i chiqarildi. 2020 yılı 12 noyabr günü 20. asr Uyg'ur tarixida qurilgan ikki qatimliq Sharqi Turkiston Cumhuriyetining 87 yillik va 76 yillik xotir kunidir. Bu munosabat bilan Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilarining Amerikadagi munosabatlik hukumat organlariga sungan iltimoslari tasdiqlanib, New Yorkdagi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın binası oldida, Amerika poytaxti Washington shahridagi Xitoy elchixonasi oldida va Boston shaharlik hukumat binasi oldida Sharqi Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'i chiqarildi. 12 noyabr kuni Amerikadan boshqa yana Kanada, Avstraliya, Germaniya, Turkiya, Yaponiya, Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya qatorliq davlatlardagi Uyg'urlarmi har xil faoliyatlarni o'tkazib Cumhuriyet bayramini qattirildi. Hong Kongda demokratiyani qo'llaydigan 15 vakil 4 o'qitishi vakilining vazifasidan qoldirilishi va Beijingga e'tiroz bildirish yuzidan iste'fo berishga boshladi. Payshanba kuni majlisning doimlik yig'iniga qatnashmagan parlament a'zolari orqadan iste'fo xatini qonun kengashining kotibiga topshirib berdi. Iste'fo nomusini topshirgan demokratiyani qo'llaydigan advokatlardan biri mundaq dedi: "Biz bu vaqtda qonun chiqarish majlisidan ayrilamiz, ammo biz Hong Kongdagi demokratiya kurashidan voz kechmaymiz." Xitoy Davlat ishlari mahkamasi Hong Kong va Oman ishxonasining bayonotchisi mundaq dedi: Agar bu parlament a'zolari iste'fo berishdan foydalanib, o'qituvchilarni qutratqulik qilish va chet elning aralashishini umid qilsa, ular xato qilgan bo'ladi. Yana bir tarafdan Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab mundaq dedi: Beijingning Hong Kongdagi saylangan parlament a'zolarini layoqatsiz qilish uchun yangi qoidalarni o'tirg'a qo'yishi Xitoy Angliya birlashma xitobnomasiga aniq xiloflik qilganlik. Xitoy yana bir qatam va'dasida turmadi va Hong Kongning avtonomiyasiga buzg'unchilik qildi. Angliya Hong Kong xalqini qo'g'daydi va ularning huquqiy va erkinligiga daxl taruz qilishga qarshi ovozini kuchaytirdi.
59 navbatlik Amerika prezident saylamida halqılıq shtatlardan biri bo'lgan Arizonada Demokratlar partiyasining nomzodi Joe Biden ozroq ustunlik bilan g'alaba qildi. Amerika matbuotlari e'lon qilgan g'ayri-rasmiy natijaga qaraganda, Biden Arizona shtatida 49.4% bilet bilan saylamda g'alaba qilgan. Cumhuriyetchilar partiyasining nomzodi Donald Trump 49.6% ovozga erishgan. Bu natija bilan Biden 11 ming bilet farqi bilan raqibi Donald Trumpdan eshib ketgan va u yana 11 vakilga erishib, vakil soni 290 ga yetgan. 16 vakili bo'lgan Georgiya va 15 vakili bo'lgan Shimoliy Karolinada natija aniq emas. Amerika prezident saylamida 538 nafar saylam o'miki vakilidan 270 ning qo'llashiga erishgan nomzod g'alaba qiladi.